Bugun 26-oktyabr Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi mashina bozoriga kelganmiz. Hozir sizlarga mashinalar obzor qilib beramiz. Undan oldin bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda qanaqa mashina obzori kerak, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Kirishimiz bilan o'zi Inamarka qator. Ko'pchilik kommentariyada yozyapti, GM mashinalarini obzor qiling deyapti. Endi hozir GM mashinalarini obzor qatoriga o'tamiz. Hali ham like bosmagan bo'lsangiz, bitta like bosib esdan chiqmasin. Assalomu alaykum. Qanaqa mashinalar bor aka? Malibu Gentra, Tracker, Malibu aka uchalasi nima aybi bor? Kraskalar toza. Bu yangi mashinalar birontasini aybi yo'q. Aybi yo'qmi? Yo'q, hamma salonda chiqqan yo'q. Buni narxi necha pul Trackerda? Tracker muddatli to'lovlarga berilyapti, yoki bo'lmasa naqdga ham beriladi. Bu mashina hammasi muddat to'lovga ham, naqdga ham beriladigan mashinalar. Nomerlarni ayting, uchalasi ham sizdan. Nomerlar hammasi nomiga ham rasmlashish mumkin, diagnoz qilish ham mumkin. Yo, o'zingizni nomeringizni. 50lik 50lik 006 006 60 60 20. 20. Shu nomerlarga telefon qilsanglar bo'ladi bemalol. Narxlari qanaqa? Agar naqdga olaman desa Trackerda, Malibu'ni, Gentrani. Uni kelishamiz. Yo, endi narxni aytsangiz, oladigan odam dangal odam aka chiqadi aloqaga. Mana 235 million deyaptilar. Aytilishi. Aytilishi. Bizni nomimizdan chiqsa kelishtirib beramiz. Albatta. Malibu'nichi? Buni qancha deyapsiz? 2018 230 million deyapti. 230 million ha Malibu. Gentrani ishlayapsiz, katta bolalar mashinasi. 180 dan kelishib beramiz. Hasay nomerlarga bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Qatorimiz Gentra, Inamarka, Cobalt, Tracker avtomobillari. Hozir bilan narxlarni ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. Videosiga bo'ladimi aka? Kechirasiz. Bu narxi necha bilyapsiz? Necha yili? Probegi qancha? 2023 ha? Kraskalar tozami? Tonirovka ranjini hamma narsasi bor. Avtomat 3 pozitsiya. Qancha probeg bu? 43. Gazi bormi? Bu necha bilyapsiz aka? 195 million ha? Kelishtirib berasizmi? Bozor necha qildi? Bozor buni hali bir narxiga yo'q, endi keldi. Necha pul bersa beraverasiz aka? Kesin gaplashamiz. Nomerlarni ayting. 91lik 91lik 228 228 2208. 2208. Shu nomerlarga aloqaga chiqsanglar, kelishilgan narxda qilib beradi. Ha, orqa tomonda. Qaysi uchalasi aka? Propan. Bu Gentralar ham. Bu necha yili? 23 ha? Kraska toza bu ham. Bu propanmi? Yo'q, benzin ha? 65 ming yurgan. 65 ming yurgan. 3-pozitsiya avtomat. Shunday. Necha pul deyapsiz buni aka? Buni 185. 185. Kelishtirasiz buni ham. Ha. Keyin bu muddatli to'lov unaqa narsalar bormi? Yo'q, bankga beramiz. 2020 dan baland mashina olamiz. Agar barterga, Ha. barter ham qiladi. Bu yili necha bu Gentrani? 2023 bezlik. Bezluk ha? 3-pozitsiya bezlukmi? Ha. Anaqa eksportni variant bo'lsa kerak-da. Bu gazmi yo benzinmi bu? Gaz. Gaz ha? Buni qancha deyapsiz? Bu ham shu toza. Yo'q, ikkita detalda kirishamiz bor. Qaysi tomonda aka? Narigi o'ng taraf kirlar bilan eshikda. Buni necha pul deyapsiz? Optra farali. 165. 260, 165. 165. Buni ham tushib berasiz. Ha. Shu pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Shu mashinami? Necha yili buni? 19 ha? Zavodskoy metanlar bor. Qancha probeg yurgan aka? 150 ming yurgan. 150 ming yurgan. Balon holati ideal, kraskalar toza. Salon qismi ham yaxshi holatda turibdi. Buni qancha deyapsiz aka? 120 deb o'tib beramiz. Bozor necha qildi? Endi chiqdik. Ha, boya chiqdingiz-a? 120 dan o'tib berasiz. Metan zavodskoy, damkrat, kuch hamma narsasi bor. Nomerlarni ayting aka. 91lik 91lik 233 733 233 ha 233 1939 ha. Bizni nomimizdan chiqsa kelishtirib beramiz. kelishtirib. Faqat narxmi yo narx ham bor, barter ham bor. Ha, xohlagan usulda. Savdosi ham bor. Bo'ldi aka, joningiz sog' bo'lsin. Yurishda davom etaveramiz. Hali ham like bosmagan bo'lsangiz, bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yishingiz esdan chiqmasin. Assalomu alaykum. Sizni ham obzor qilaveramiz. 3-9 dagilar nima ish qiladi? Assalomu alaykum. Endi tushasiz aka. Taqib olamiz. Chiqar. Ushlab olamiz. Yo'q, men chiqarma. O'zing nima qilib? Mayli, buni ushlang, sizni ko'rsatmaymiz. Sizni ha, siz faqat gapiraverasiz. Bo'ldi. Bu yili necha aka? 21. 21 ha? Ha.
Zavodskoy metan emasmi yo qo'ydirgansiz? Zavodskoy emas. Zavodskoy Yevro emas, a? qo'ydirganman. Metan lekin. 4-pakalin. Qayerda kraskasi bor aka? Kraskasi ana shu krelada bor. Bu kiriladi, a? Ana shu yerda. Keyin Qolgan kapotni joyi- burchagida bor. Qaysi burchak? Kapot narigi burchagida. Narigi o'ng tomonda. burchagida. Qolgan joyi yaxshi holat. Ha, Motor hadoylarda ishi yo'q. zakonni. Probegi qancha dedingiz? 153 ming. 153 ming. Salon holati ham ideal turibdi. Hamma joyi shumka bo'lgan. Shumka bo'lgan a mashina. Ha, Necha pul deyapsiz aka uni? 130 deyapmiz. 130. Kelishtirib berasizmi? Kelishamiz. Nomeri bilan berasizmi? Yo'q, nomer auksion. 3-9 endi. Nomerlarni ayting. 97 050 40 90. 97 050 050 40 90. 40 90 a. Bizni nomimizda chiqsa kelishtirib berasiz. Albatta. Qani to'lovi qanaqa? Xohlagan usuldan Imkon Yo'q, faqat bankga naqd. bera olamiz. bankka berasiz. Barter yo'q unda. Yo'q, yo'q. Shu pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum. Salom. Hozircha e'tirozlar yo'q, videoga olaveramiz. Assalomu alaykum. Video olsak bo'ladimi? Ha? Sizlarda ham ko'p? Saq olamiz. Mana buni ushlab oling aka. Siz bilan ikki og'iz suhbat qilamiz hozir. Yili nechi buni? Nechi bu? 25 ha, 2000. Ha, 25. Hali metan qo'yilmagan gaz. Yo'q, hech narsa qo'yilmagan. 200 kilometr yurgan. 200 kilometr. Hech qanaqa ishi yo'q. Hech qanday Faqat oladi, gaz qo'yadi. shunday. Bu nechi pul deyapsiz aka? 170 deyapmiz. 170. Qancha qilib berasiz biz obunachilarga? Endi obunachilaringiz kelsin. Hali chol-polik qilinmagan. Hech narsa qilinmagan. Faqat shuni Elimizdan prям shunday zavoddan olib chiqib kelganmiz deyman. Ha, Ha? shunday. Nomerlarni ayting. Nomerlar 91lik 91lik 580 580 7607. 7607. Necha pul qilib berasiz oxiri? Kelsin. Bironta bozor necha puldi? Hozir keldik. Hozir keldingiz, ha? Bu to'lovi qanaqa, naqdmi yo bankmi? Yo'q, Nima bank qilib berasiz? emas, naqd. Faqat naqdga, ha? Faqat naqd. Kobul so'raganlar uchun shu pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasiz. Menimcha shu o'rtaroqda odam ko'p. Shu tomonga boramiz. Qaysi jo'xon aka? Bu yillari hamma narsasini bilasizmi ma'lumotni? 22. Ha, 23 kuzovda. Balon holati ham ideal turibdi. Probegini o'zi ko'ramiz. 55 ming yurgan ekan probegi. Salon holati ham ideal turibdi. Evakor poliklarda. Orqa bagajni ham bitta ochib o'raylik. Bagaj holatini ham bir ko'rishlar. Mashina menimcha propanda bo'lsa kerak, tabletkada. Ochib qo'ysak egasi gapirmasdan, tabletka ekan. Aka, necha pul deyapsizlar bu Nexus 3 ni? Aka, necha pul deyapsizlar? Narxi necha pul? 122. Kelishtirib berasizmi? To'lovi qanaqa usulda? Naqdmi yo'q? Naqdga ham, kreditga ham qilib beradi. Nomerlarni ayting aka. Nomeri mashina orqasi bilmayman. Ha, orqasidan mashina. Hozir. Ko'raylikchi nomerni. Assalomu alaykum. Yo, telefon nomeri ayting. Telefon nomeri yana shu. Ha, bumi? 88lik 848 0077 shu 3 ta nomerlarga bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ha, Kobul. Assalomu alaykum. Ishlab olamiz. Bu yili necha aka? Kobul. 24. 24. Kraska toza. Kraska Etnolar toza. yo'q. Balon holati ham ideal. Qancha probeg aka? Probegi Avtomat. 12 ming. 12 ming yurgan. Hali metan qo'ydirganmisiz yo zavodskiy metan? metanlari bor. 4 ta Metanlar. baland yangi polni shumka. Shumka qilingan, ha? Ha. Bozor necha qildi aka? Bozorlar qilganimiz yo'q. Qilgansiz. Necha pul deyapsiz? 55 deyapmiz. 55? Ha. 155. Ha. Necha pul qilib berasiz? Bunimi? Bizni obunachilar, bizni nomimizdan chiqsa. 50. 50 qilib berasiz. chiqsa. Nomerlarni ayting aka. Nomerlar 91lik 91lik 909 909 18 11. 18 11. Qabul so'raganlar uchun mana shu nomerlarga bemalol aloqaga chiqasizlar. Mashina garantiya mashina. Vo, legendarniy Nexia 1. Nexia 1 kimdan ekan? Assalomu alaykum. Sizdan emasmi aka? Yo'q, ochiq ekan. Nexia 1 kimdan? Nexia 1. Turishini qaranglar buni. Eldor, Egasi yo'q menimcha. Eldor. Nexia bizlardan? Yili necha aka? Assalomu alaykum.
Video qilsak bo'ladimi? Video qilsak bo'ladimi? Yo, bu Nexia 1 haqida ham bir ozroq ma'lumot berib yuboring. 2004 ha? Kraska qilinganmi? Yo, kraska qilingan pol. Yo'q, kraska 20% bor. 20% bor. Assalomu alaykum. Aka, mana shu olamiz. Balon holati ham ideal. Gazda mashina. Ha, gazi bor, propani bor. Probegi qancha dedingiz? Probegi shu turibdi o'sha yerda aka. Mashina ko'pda. Istayam yo'q. Chixol poli qiling, ha? Qancha deyapsiz aka buni? Ko'cha buni 50 deyapsiz, kelishtirib beramiz. Tayyor holatda mashina. Ha, holat. Nomerlarni ayting. 97lik, 97lik 547, 547 20 20. 20. Ikkinchi nomer 95lik, 95lik 497, 497 65 65. 65. Shu nomerga bemalol aloqaga chiqsa bo'ladi. Nexia 1 so'raganlar uchun. Mashina ham ideal holatda turibdi. Ladani ham qilaylik. O'sha ladalar ham arzon. Kompyuter tarli. Hammasi. Lada. Bu qaysidan boshqa? Buni xudo xolasa o'zi tap ma'lumotini beraverasiz, yurib ketaveramiz. Ha, tez. Ha. Ketdik. Endi Lada qator keldik, yo bu yerdan keyin. Operator siz ham odammisiz? Bu Lada haqida aka. Lada Largus. Largus. Rossiyaga yuk tashiydigan mashina. Yili Tayyor holatda 2014. Toza. Kraskalari toza. Narxi qancha? 110 million deyapsiz, kelishtirib beramiz. Probegi 100 ming. 100 ming probeg. Endi bu Lada X-Cray, ha? Lada X-Cray Cross. Cross, ha? Metallari bor. Aha. Buni 120 deyapmiz. Kraska toza. Toza. Tayyor holatda. Probegi qancha? Buni probegi 91 ming yurgan. 91. Tayyor holatda. Narxi. Udari yo'q. 120 deyapsiz, kelishtirib Buni ham beramiz. kelishtirib berasiz. Bu ham shunaqami? Ha, Lada X-Tray 70 ming yurgan, 115 deyapmiz, kelishtirib beramiz buni. Bu ham kraskalar toza. Toza. Gazlari bor. Gazlari bor, propanlari bor. Bu Lada Bu ham Lada X-Tray oq rangi. Oq rangidan so'raganlar uchun. Ha, 2019-yil, 100 ming probeg, Aha. 120 deyapmiz, kelishtirib beramiz. Kraska toza. Ha. Bu anaqasi. Lada Vesta Cross. Bu ham shunaqa. Ha. Buni qancha deyapsiz? Chista avtomat, Bunga metallari men bor. diskalar qo'ygan ekansiz. Ha. Tayyor haydaganmisiz? Bular keladi. Buni kraska toza. Kraska toza, Qancha metallari bor. 130 deyapmiz, buni ham kelishtirib beramiz. Probegi qancha? Buni probegi 72 ming. 72 ming, ha? Kelishtirib berasiz. Kelishtirib beriladi. Bu ham shunaqami? Bu Lada Vesta mexanika degan. Mexanikasi. Bu avtomat, bu mexanikasi. Bu qancha deyapsiz? Bu 58 ming yurgan. Buni ham Kraska toza. Kraska toza. 130 million deyapmiz, kelishtirib beramiz buni. 130 millionni kelishtirib berasiz. Variantlari ham bor. Bu qanaqa gazmi yo benzinmi? Bu gaz. Gaz. Propan, Propan. avtomat, metan, gaz, короче, aralashgan. Aralashgan, shu gazlari bor. Yana Bu bir ham shunaqa model. varianti. Boshidan bir 30 million, 40 million, 50 million bo'lsa ham variant qilib beraylik. Xohlagan. Xohlaganlarga variant qilib beraylik. Buni yili nechi buni? 2020, Aha. 91 ming yurgan, 110 million deyapmiz. Bu qanaqa modeli bu? Lada Vesta sedan deyiladi. Sedan, ha? Ha. Kraska toza bunda. Kraska Bu bitta ham- kapotda bor. Ha, kapotda bor. Ha, Gazlar kapot. o'rnatilgan. Gaz metan, pokoleniya metan. Nechi pul dedingiz buni? Buni 110 deyapmiz, buni ham shu variantga chiqaraveramiz. Kelishtirib beradi. Ha. Bu Lada Vesta Cross avtomat bu. Ha. Robert emas, avtomat. Buni ham 130 deyapmiz. Kraska toza. Kraska toza, gazlari 60 ming bor. yurgan, gazlari bor. Menimcha ayol kishi haydaganmi deyman. Yo'q. Ha, variant qilib beraveramiz. Farqi. Ha. Hamma mashina variant. Bunisi-chi? Bu ham siz ham? Bu akalardan Aha. Birdan endi Lada qator turgan Ha, ekan. Lada Abdul qator. Assalomu alaykum. Siz ham buni ham aka? 40 Yili nechi? deyapmiz. 2013 kraskalar Petno bor, ha? Gazda mashina. Probegi qancha? 161 mingdan o'tdi. Nechi pul deyapsiz? 50 deyapti. 50 deyapsiz, ha? Nomerlarni ayting. 95lik 95lik 077 077 68 02 68 07 02. 02 68 02 pastdan nomerlarga bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Lada so'raganlar uchun. Bo'l. Bu mashinaga men nomerini yana bir kiritib olsangiz. Yana ayting. 95lik Aka shuncha Ladani obzor qildik. Yana bitta endi nomeringizni ayting. Ko'pchilik esdan chiqib ketsin. 95lik 497 497 65 65. 65 65. Pastdan nomerlarga bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Lada so'raganlar uchun. Damas. Yili necha aka buni? 23. 23. Kuzov 24. Kraskalar toza absolutni. Ha?
Kraska tozami? Diskalarda balon holati ham ideal turibdi. Hashta tuning qilingan, ya'ni o'zingiz uchun tuning qilib olasiz. 2950 mingga mikrofon qo'yilgan. Voy, telefonlar. Kalonkalar original. Gazlardan borki, gazdan metani bor a? Shumka qilinganmi deyman? Qo'lni shunga ham bo'lgan. Only damas shumka bo'lgan ekan. Narxi necha pul aka? Endi mana shunaqa qator Mashina damaslar. haqiqatan ham tiniq holat turibdi. Umuman ishi yo'q. Где-то borka bir 20 milliondan ziyod turib. Chiroyli qizlar bo'lsa, Xolmatov o'zi bu akkauntiga bemalol yozaverasizlar. Necha deyapsiz narxini? Bu mashina narxini 100 deb turibdi. 100 ga. Qancha qilib berasiz biz obunachilarga? Chetdan ko'rishadi, masalan, aloqaga chiqishadi sizga. Sen tomonlama kelsa 5 million sikdi. 95 million. Gap yo'q aka. Nomerlarni ayting. 91lik 91lik 714 714 47 47. 47 47. Shu nomerlarga bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi, damas so'raylar uchun. Shu tomonlama kelsa, Aha. shu insonni подписчикimiz deb kelsa, yana bir ona skidga qilamiz. Skidga qilib berasiz. Yana skidga qilamiz. Aka gap yo'q, joni sog' bo'lsin. Damas oqidan so'raganlar uchun yil necha aka buni? 25. Tiffany salonmi-chi? Ha, shumka qilingan. Only shumka qilingan ekan. Tiffany salon. Probeglar 5000 probeg ekan. 5000 probeg bu Damas'ga. Yili necha dedingiz? 25 aka. 25 ha? Shumka qilingan. Shumka qilingan. Tayyor metan hamma narsasi bor. Metallar ham qo'ygansiz. Ha, metan qo'yilgan 4. Balon holati ham ideal turibdi. Kraska menimcha yo'q, Kraska petma ham to'qqiz. yo'q ha. Necha yil deyapsiz aka buni? Buni 100 deyapmiz, aytib beramiz bir ikki so'm. Necha pul qilib berasiz obunachilarga? Va bozor narxladimi? Bozor so'rayapti. Ha, 93,5. 93 bermadi-da. Значит 95 dan teparoq bo'lsa berasiz. Shunday. Nomerlarni ayting. 99 99lik 598 598 59 59. 59 59. Bu qanaqa to'lov muddatlimi yo xohlagan usulda qilib berasiz? Ha, qilib beramiz. Xohlagan usulda qilib berasiz. Pastdagi nomerlarga aloqa chiqsanglar